Yaxshi yoki yomon odam bo'lishning o'lchovi bormi? Albatta o'lchovi bor. Diqqat bilan eshitsangiz, men buni o'lchovini aytaman. Qo'pol, dag'al bo'lganingiz uchun ota-onangiz sizning oldingizda so'zlarni tanlab, ehtiyot bo'lib, qo'rqa-pisa gapiryaptimi? Demak, ahvolingiz og'ir. Siz yomon odamsiz, yomon farzandsiz. Qalbingiz qattiqligi uchun xotiningiz sizga o'ylanib gapiryaptimi? Demak, yomon insonsiz, yomon ersiz. Dag'alligingiz uchun farzandlaringiz siz bilan murosa qilib gaplashyaptimi? Qo'rqib, dada deyishga titrab, demak, yomon otasiz, yomon insonsiz. Og'zingiz shaloqligi uchun qo'shningiz siz bilan ehtiyot bo'lib gaplashyaptimi? Demak, yomon qo'shnisiz, yomon insonsiz. Qalbiga ozor berishingizdan qo'rqib, hamkasblaringiz siz bilan murosa qilib gaplashyaptimi? Demak, yomon odamsiz, yomon hamkasbsiz, yomon xodim, yomon rahbarsiz. Chaqimchiligingiz uchun do'stlaringiz sizni oldingizda gaplashishdan qo'rqyaptimi? Demak, yomon do'stsiz, yomon insonsiz. G'azabnok bo'lganingiz uchun aka-ukalaringiz ham oldingizda o'ylab gapiryaptimi? Demak, yomon jigarsiz, yomon odamsiz. Haybatli kishilar har doim ham suyukli bo'lavermaydi. Ba'zilar aytadi-ku, qovog'ingni uyib haybatli bo'lib turdi. Bu noto'g'ri narsa. Ularning ba'zilaridan odamlar qo'rqishadi xolos. Ko'pchilik qo'rqadigan kishilarning hammasi ham kuchli bo'lavermaydi. Ularning ba'zilari fojir, shallaqi bo'ladi. Viqorli kishilarning hammasi ham hurmatga loyiq bo'lavermaydi. Ularning ba'zilarini odamlar qo'rqqanidan hurmat qiladi xolos, shundan bir ozor yetib qolmasin deb. Eng yomon odam mana shu, eng yomon odam. Odamlar sizga muhabbatsiz taqdim qilayotgan hamma narsada o'zingizni bir tekshirib ko'ring. Yaxshi odammisiz, yomon odammisiz? Umid qilaman, o'ylaymanki, siz yaxshi odamsiz.